Agar men sizga DC'ning eng mashhur qahramonlaridan biri Aquaman Marveldan ko'chirilgan desam ishonasizlarmi? 1939-yil Marvel hali Marvel deb atalmagan bir paytda rassom Bill Everett dunyoga bir qahramonni tanishtiradi. Uning ismi Neymar bo'lib, u oddiy qahramonlarga o'xshamasdi. U okean hukmdori, suv ostida nafas ola oladi, super kuchga ega va u insonlarni juda yomon ko'radi. Neymar qahramon emas, ko'proq anti-qahramonga o'xshaydi. Uni qisqa qilib g'azablangan dengiz xudosi deb atashadi. Oradan 2 yil o'tib 1941-yilda DC katta sahnaga chiqib, o'zligini yangi qahramoni Aquamanni dunyoga tanishtiradi. Aquamanning qobiliyatlari Neymarniki bilan deyarli bir xil. Okean hukmdori, suv ostida yashaydi va nafas oladi, super kuchga ega va bu qahramonlarning ikkalasini ham hayoti Atlantida bilan bog'liq. Shularning hammasini shunchaki tasodif deyish mumkinmi? To'g'ri, DC Comics ozgina o'zgartirishlar kiritgan. Neymar agressiv va insoniyatni yomon ko'rsa, Aquaman uni yumshatilgan versiyasi. Uni ijodkorlar qahramon, himoyachi va qirol qilib yaratishgan. Yana bir qiziq tomoni shuki, o'sha davrlarda komiks industriyasida bir-biridan qahramonlarni ko'rib, tezda o'xshashini yaratish normal holat bo'lgan. Hech qanaqa ayblov yoki sudlar bo'lmagan. Aquaman yomon qahramon emas, lekin u komiks industriyasida eng erta va eng mashhur ilhomlanib yaratilgan qahramonlardan biriga aylandi. Hammaga salom. Bugungi videoda DC Comicsning tarixda Marvel Comicsdan ilhomlanib yaratgan qahramonlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. DC o'zining Kapitan Amerikasini yaratishga 37 yil kechikkan. 1941-yil Ikkinchi jahon urushi endi boshlanayotgan paytda Marvel sahnaga bitta qahramonni olib chiqadi. Amerikani umid ramzi bo'lgan bu qahramon xuddi shu davlatning bayrog'i rangida kiyingan va qalqoni bor Steve Rogers edi. Bu ham shunchaki super qahramon emas. Bu juda katta propaganda. Yuqorida aytganimdek Amerika ramzi bo'lgan. Ozg'ingina yigit Steve ilm-fan yordamida mukammal askarga aylantiriladi va keyinchalik Kapitan Amerika nomini oladi. Oradan 37 yil o'tib, aniqrog'i 1978-yilda DC Comics ham o'zini Kapitan Amerikasini yaratishga ulgurgan edi. Uni Komandir Steel nomi bilan ommaga tanishtirishadi. Bularni birlashtiradigan narsa shuki, ikkalasi ham harbiy loyiha mahsuli, ilm-fan orqali kuchaytirilgan, urush kontekstida paydo bo'lgan va inson tanasini qurolga aylantirish bilan millat himoyachisi sifatida ko'rsatiladi. Albatta, bu ikkita qahramonning farqini aytib o'tishim kerak. Kapitan Amerika oddiy odam bo'lganda ham jasoratli edi va keyin jismonan kuchli bo'lib, qasoskorlarning lideriga aylandi. Komandir Steel esa ko'proq texnologiya, aqlli strategiya va mexanik qurollar bilan kurashuvchi qahramon. Eng qiziq joyi shundaki, Komandir Steel yaratuvchisi Gary Conway avvalroq Marvel Comicsda ishlagan bo'lib, jazolovchi qahramonini yaralishiga katta hissa qo'shgan. Yonib turadigan bosh suyagini birinchi bo'lib kim yaratganini bilasizlarmi? 1972-yilda Marvel bizga eng qo'rqinchli qahramonlardan birini, arvoh poygachini tanishtiradi. Ismi Johnny Blaze bo'lgan oddiy mototsiklchi shayton bilan kelishuv qilib la'natlangan qahramonga aylanadi. Uni boshi har doim yonib turadi va u ham qahramon emas, anti-qahramon edi. Oradan 4 yil o'tib, DC Comics 1976-yilda o'zini yangi antagonistini tanishtirdi. Bu o'zbekchada Atom bosh suyagi deb tarjima qilinadi. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin. DC Marveldan bu g'oyani o'g'irladimi? Chunki ikkala yovuz personajda ham yonib turadigan bosh suyagi, qorong'u va dahshatli dizayn bor. DCning bu yovuzni tanishtirgandan keyin muxlislarda "Men buni qayerdadir ko'rganman" degan fikr paydo bo'ldi. To'g'ri, qahramonlarning kelib chiqishida farqlar bor. Masalan, arvoh poygachi la'natlangan bo'lsa, atom bosh suyagi radioaktiv portlashdan keyin bunday qahramonga aylanadi. Lekin muammo bunda emas. Atom bosh suyagini tasvirini birinchi marta ko'rgan odam albatta arvoh poygachini eslaydi. Agar ikkita gigant komiks yaratadigan kompaniyalar bir yilda bir xil monstrni yaratishgan bo'lsa, bu tasodif bo'lishi mumkinmi? 1971-yilda Marvel horror janriga qadam qo'yadi va Mensing, o'zbekchada botqoq maxluqi deb tarjima qilinadigan monstrni yaratadi. Olim Ted Sallis sirli super askar formulasi ustida ishlaydi va u majburlikdan formulani o'ziga yuboradi va botqoqlikka quliydi. Formula va botqoqlik energiyasi ta'sirida u insoniyligini yo'qotib, Mensing, botqoq maxluqiga aylanadi. Bu maxluqni gapiradi, na fikrlaydi. Oradan 2 yil o'tibgina DC o'zining monstrni yaratadi va uni Swamp Thing deb
deb ataydi. To'g'risi, buni ham botqoq maxluqi deb tarjima qilgan to'g'ri bo'ladi. Bu ikkita maxluqqa diqqat bilan nazar tashlasak, ikkalasini ham olim bo'lganini, tajriba natijasida o'zgarganini, tanasi o'simliklardan iboratligini va horror janriga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu safar DC juda ko'p o'ylab o'tirmasdan, bor yo'g'i 2 oydan keyin bu personajni yaratdi. Yuqorida aytganimdek, oldinlari studiyalar bir-birlarining ishlaridan ilhomlanib, o'zlarini personajlarini yaratishgan va kim tez chiqarsa shu yutadi qoidasi bo'yicha o'ynashgan. DC hamma narsani bir xil qilib yaratganmi desanglar, yo'q. Masalan, Marvelni botqoq maxluqi gapirmaydi. DCniki esa fikrlab gapirishga ham qodir. Ko'rib turganinglardek, botdagi ko'p qahramonlar bizga notanishdek tuyuladi. Chunki bularni ba'zilari hali ekranlashtirilmagan. Biza bu qahramonlarni tanishimiz uchun komikslarni o'qishimiz kerak bo'ladi. Va agar sizlar ham Marvel yoki DCdagi ko'p personajlar bilan tanishishni xohlasanglar, Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. U yerda hozirgacha 15 tadan ko'p Marvel komikslarini o'zbek tiliga tarjima qilganmiz. Kanal silkasi esa kommentariyada bo'ladi. Dunyoni egallashni maqsad qilgan temir niqobli dahoni tasavvur qiling desam, xayolingizga birinchi bo'lib Doktor Doom keladi, to'g'rimi? DC ham o'zini Doktor Doom'ni yaratgan desam ishonasizlarmi? 1962-yil Marvel tarixidagi eng buyuk yovuzlardan biri Doktor Viktor Von Doom yaratiladi. U daho, sehr va texnologiyalarni birlashtirgan, temir niqob taqib yuradi va o'z mamlakati, ya'ni Latveriyaning hukmdori edi. Doktor Doom o'zini yovuz odam deb hisoblamaydi. U dunyo faqat uni qo'lida tartibga tushadi deb fikrlaydi. Oradan roppa-rosa 28 yil o'tib, DC o'zini yangi qahramonini tanishtiradi, Lord Havoc. Va shu yerda muxlislarga bu qahramon kimnidir eslatardi. Chunki Lord Havoc niqob taqib temir zirhda yuradi va yuqori texnologiyalardan foydalanadi. Diktator xarakterga ega, o'zini najotkor deb hisoblaydi va u dunyoni ustidan nazorat qilishni xohlaydi. Buni endi tasodif deyish juda qiyin. Marvel Doktor Doomni juda murakkab va chuqur qilib yozgan. U fojia orqali yaraladi, o'zini hatto xudo deb biladi va mag'lubiyatlarni ko'tara olmaydi. Lord Havoc esa xuddi shu formulani takrorlaydi. Bu ish bilan DC go'yo bizga ham shunaqa personaj kerak deb bu qahramonni yaratgandek tuyuladi. 1966-yilda Marvel Kapitan Amerika uchun yangi yovuzni, ya'ni tashkilotni o'ylab topadi va buni Hydra deb ataydi. Hydra shunchaki yovuz guruh emas, bu g'oya, yashirin bazalar, maskali askarlar, global fitna va bitta qoida. Bir bosh kesilsa ikkitasi chiqadi. Hydra terror, siyosat va manipulyatsiyaning ramzi. Oradan 10 yil o'tib 1976-yilda DC sahnaga Cobra'ni olib chiqadi va shu lahzada deja-vu boshlandi. Ilon asosidagi ramz, yashirin global tashkilot, dunyo hukmronligi rejasi, bir xil tipdagi askarlar va super qahramonlarga qarshi tizimli urush. Yonma-yon qaralsa, bu oddiy o'xshashlik emas. Bu qo'pol qilib aytganda Hydraning DCdagi versiyasi. Marvelda Hydra qanday timsol bo'lsa, Cobra xuddi shu g'oyani DC olamiga olib kirgan. Agar siz DC buni o'zi yaratgan, Marveldan hech qanaqa ilhom olmagan desangiz, bu antagonistlarning nomlariga qarang. Hydra bu ko'p boshli ilon, Cobra esa zaharli ilon. Bu qahramonlarni, ya'ni Cobra'ni yaratgan odam yuqorida aytganimdek Gerry Conway, ya'ni Marveldan DCga transfer bo'lgan yozuvchi. Hydra yaralgan, ya'ni 1966-yilda Marvel yana bir qahramonni ommaga taqdim etgan va bu kumush surfer edi. Ismi Norrin Rad bo'lgan bu personaj sayyorasini saqlab qolish uchun Galactusga xizmat qilishga majbur. Uni tanasi faqat kumush rangdan iborat va o'zini surf taxtasi bilan kosmosda ucha oladi. Kumush surfer tez orada yolg'izlik timsoliga aylandi. Chunki u jangchi emas, balki fikrlovchi qahramon edi. Oradan roppa-rosa 5 yil o'tib, ya'ni 1971-yilda DC o'z olamini kengaytirish maqsadida kosmikka murojaat qildi. Ya'ni Black Racer, o'zbekchada qora poygachi deb tarjima qilinadigan qahramonni yaratdi. Tasavvur qilishingiz uchun kumush surfer ham, qora poygachi ham bir rangli tana, g'ayrioddiy harakat usuli va sokin, deyarli gapirmaydigan obrazga ega. Lekin bu qahramonlar orasida farqlar ham bor. Masalan, kumush surfer Galactusning quli va o'zi yomon qahramon emas deb tuyuladi. Qora poygachi esa tabiat qonuni va o'limni timsoli sifatida ishlaydi. 1964-yilda Marvel kino olamidagi eng kuchli personajlardan biri yaratildi. Ya'ni qizil jodugar Wanda Maximoff. U shunchalik kuchliki, bir dona sehr bilan dunyoni o'zgartira oladi. Wanda Vision serialda ham uni qanchalik kuchliligini ko'rishimiz mumkin. U juda osonlik bilan o'zini kichkina, baxtli shaharchasini yaratgan edi. Komiks olamiga qaytadigan bo'lsa, xuddi shu yilda DC o'zini Wandasini ommaga tanishtiradi. Ular bu qahramonga Zatanna deb nom qo'yishdi. Ular ikkalasi ham ayol sehrgar va energiya manipulyatsiyasidan foydalanadi. Ikkalasi ham jamoadan kuchli figura.
Faqat farq shundaki, Wanda xaos va mutatsiya bilan ishlaydi. Zatanna esa so'zlar va sehrli ritual orqali. 1963-yilda Marvel Ara nomli super qahramonni ommaga tanishtiradi. Ha o'sha mashhur Dr. Hank Pymning rafiqasi. Janet odamlar orasida juda tez mashhurlikka erishishga muvaffaq bo'ldi. U o'zini uchish, kichrayish va jamoadagi muhim rollari orqali odamlar ko'nglidan tezda joy olgan edi. Oradan yillar o'tib, DC ham o'zini shaxsiy arisi bo'lishini xohlab, Bumblebee'ni yaratadi. U ham xuddi Ariga o'xshab ucha oladi, kichraya oladi, kuchli energiya zarbalari va jamoadagi muhim qahramonlardan biriga aylanadi. Tomoshabinlar esa buni bir ko'rishda Marveldan ilhomlanib yaratilganligini tushunishadi. 1977-yilda Marvel bizaga Logan'ni teskarisi qanaqa bo'lishini bitta personaj orqali ko'rsatib qo'ydi. Sabretooth, ya'ni tishli yirtqich. O'z nomi bilan inson ko'rinishidagi yirtqich. U super kuchga, super tezlikka, o'tkir tirnoqlarga, hayvoniy instinktga va doimiy vahshiylik hissiga ega. Yuqorida aytganimdek, u Rosamaxaning qorong'u aksidir. Marvel xuddi agar Logan o'zini tiya olmaganida qanday bo'lardi degan savolga javob bergandek tuyuladi. Shuni sezganmisizlar? Marvel har doim alternativ ssenariy yaratishni yoqtiradi. Agarda multseriali bunga yaqqol misol. Komikslarda ham Marvel juda ko'p alternativ ssenariylarni bizga ko'rsatgan. Masalan, Deadpool vahshiy qahramon bo'lganda nima bo'lishini Deadpool Marvel olamini o'ldirdi komiksida to'liq ko'rsatishgan. Ushbu komiksni to'liq o'zbek tilida Ustaxlil Telegram kanalida o'qishingiz mumkin. Videoga qaytadigan bo'lsa, 13 yildan keyin 1990-yilda DC Trazer nomli qahramonni yaratadi. Trazer ham super kuchga ega va tishli yirtqichga o'xshab jangchi. U tirnoqlar, agressiya va hayvoniy instinktlar orqali jang qiladi. Xuddi tishli yirtqichga o'xshab. Men bu yerda deyarli farqni ko'rmayapman. Marvel tishli yirtqichni yaratdi, DC esa unga boshqa ism berdi xolos. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va yana bir eslatma, men bu video orqali Marvelni oqlamoqchi emasman. Chunki vaqtida Marvel ham DCdan juda ko'p qahramonlarni ko'chirgan. Bularga yaqqol misol qilib Doctor Strange'ni aytsak bo'ladi. Ha, Marvel Strange'ni DCdagi Doctor Fate, ya'ni Doktor Taqdirdan ilhomlanib yaratgan. Keyingi videoda bu haqida batafsil aytib o'taman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.